Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz YouTube'ga yangi videolar qo'yamiz. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sizga bu kanalda yangi kvartiralar, Toshkent shahridan qidirayotgan kvartiralaringiz bo'lsa, обязательно yozishingiz mumkin. Kommentariyada bepul reklama qilib beramiz. Bugundan boshlab yangi videolar qo'yib boramiz. Kuzatishda davom eting va bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Bugun biz Cho'ponota ko'chasida 8-kvartal Chilonzor Toshkent shahrida biz. Bu tarafdan kelishingizda Qatortoldan kelish. Bu taraf esa Lutfiy ko'chasi. Sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimiz bir xonali uy, remontlari bilan. Keling, birgalikda tomosha qilamiz. Xonadonimiz 3-etajda joylashgan. Ketdik. Bu ixcham koridorimiz. Bu taraf sanuzel, разделен, hojatxonasi. Dushovая kabina. Siranlilari qoladi albatta. Va bu xonamiz основной xona. Shkaf, divan, televizor, stol hammasi qoladi, kreslolar. Bu yer esa oshxonamiz. Oshxonamiz juda keng. Bu yerda ovqat qilsak ham bo'ladi. Gaz plitalari yonib ekan, o'zi o'chiramiz buni. Холодильник и видimiz, вид из окна. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda yaxshi joyda joylashgan. Uyimizning parkovочный zonasi bor, kattagina. Bemalol mashinangiz bo'lsa ham, как бы hech qanaqa problema yo'q. Zeleный zona bor, juda salqin, yozgi kunida, jazirama issiqda hammaga kerakli narsa. U tarafda esa детский zona bor. Uyimizning yonida maktab, детский sad, общественный transportga ham oстановка mana bir qadam, 30 sekund ham ketmaydi. Kimga uyimiz qiziq bo'lsa, обязательно telefon qiling, biz bilan bog'laning. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.